Assalomu alaykum, hurmatli ayollar, qizlar. Bugun sizlar bilan uy sharoitida manti tayyorlaymiz. Masalan, avvalroq kartoshka piyozlarni tozalab olgandim. Piyozni iloji boricha qaro qilib to'g'raman. Hamma ayollarni o'ylantiradigan savol: bugun nima ovqat qilsam ekan bo'lsa kerak. Menda ham har kuni shunday, nima ovqat qilsam ekan. Hamma ovqatlarni haftada bir marta yoki 2 marta tayyorlayman. Manti xonim, bir safar manti, bir safar xonim qilaman. Keyingi haftalarda somsa, uydagilar ko'proq suyuq ovqatlarni yaxshi ko'rishadi. Yana sho'rva, achchiq mastava tayyorlayman. Ta'bga ko'ra qilamiz hamma ovqatlarni. Bugun 2 zivali osh xamirdan manti tayyorlaymiz. Bunga men 4, 5, 6 dona piyoz qo'shyapman. Piyoz ko'p bo'lsa mantimiz shirin chiqadi. Asosiysi esa yupqa to'g'rasak bo'ldi. Men juda ham bir professional oshpaz emasman. Shunchaki qiziqqanimdan YouTube'ga joylashmoqchiman. Qilayotgan ovqatlarimni, tayyorlayotgan pishiriqlarimni. Endi hali bu birinchisi. Achchiq ekan, ko'zimni boshlanib ketdi. Bugun qaynonamni talablariga binoan manti qilamiz. Ovqat qilayotganimda ko'pincha mana shu chap qo'limni kesib olaman. Shuning uchun hozir ehtiyotkorlik bilan sekin kesamiz. Hozir bahor kelgandan keyin kunlar ancha uzaygan. Men faqat kichkina qizim hozir o'ynab turibdi. Shu fursatdan foydalanib tezroq tayyorlab qo'ymoqchiman ovqatni. Yengilroq bo'lsa soat 4larda boshlayman. Sizlarga boshqasida kelinlar ovqatini dona piyozim qoldi. Rosa ko'zim ochib ketdi, lekin yoshlanib ketdi. Bir dona piyozimizni qo'yamiz.
so'nggi piyozimiz qoldi. Avval qilmasdan oxirigacha maydalab to'g'rab oldim. Mantimizga 2 dona kartoshka qo'shaman. Katta oilalar ko'proq qiladi. Endi biz 5 kishimiz, ikkitasi kichkina bolalar bo'lgani uchun kamroq qilaman. Kartoshkalarni ko'pikcha qilib to'g'raymiz. O'rtacha kattalikda. Katta emas, mayda ham emas. Mana bir dona kartoshkamni ham to'g'rab oldim. Endi yana ikkinchisi turibdi. Hozir buni ham to'g'rayman. Piyozni oxirigacha tugatib oldim. Rosa ko'zim achib ketdi. Shuning uchun ko'zim yoshlandi. Hozir toza havoga chiqaman. Bu bizning hovlimiz. Daraxtlar ochilib, hovli ancha chiroyli bo'lib qoldi. Bu yerda o'tiramiz. Tepa qavatda qaynonam xonalari, pastda oshxonam. Oshxonam shunaqa katta, oddiyroq lekin shu o'rinda idishlarni har doim quritishga qo'yganimda mana bunaqa qilib qo'yardim. Lekin ichidagi suvi hech qachon ketmasdi. Yaqindan endi bildim, boshqalar ham bilsa kerak. Mana bunaqa qilib taxlab qo'ysak, idishlar oxirigacha qurilgan. Suvi qolmaydi mana. Suvi yo'q. Orasiga havo kirib yaxshi qurar ekanda. Mana kartoshkalarimni to'g'rab bo'ldim. Endi mantimizga go'sht ajratib olamiz. Bu go'shtni oldindan yuvib tuzlab qo'yganman. Bo'ladi. Hozir bilan ham to'g'rab olamiz. Qizlar, men odatda manti qilayotganimda ziravorlardan faqat zira qo'shaman va bu sinalgan usul juda ham shirin chiqadi. Boshqa hech qanday ziravorlar qo'shmayman. Agar manti uchun moslashgani uyingizda bo'lsa qo'shishingiz mumkin, lekin boshqacha mana bunaqa ziravorlarim ko'p. Galina blanka bular hammasi sho'rva uchun, hamma biladi. Yoki oddiy aralashmali, universal, kechaman bu Maggidan olgandim. Bular ham sho'rvalarni juda ham shirin qiladigan. Mabodo uyingizda go'sht qolmay qolsa ham, go'shtsiz ham shirin chiqadi. Tashirak bo'lib chiqdi yangi Galina blanka. Hammasini suyuq ovqatlar, sho'rvalar oldim. Faqat aytib o'tganimdek mantiga zira qo'shaman. Ozroq yog', tuz va zira. Mana qizlar, ikkita sufolaga bo'lib oldim xamirimni qilish jarayonini ko'rsatmadim, chunki meni hali video olishga asboblarim yo'q. Mana bunaqa telefon держателlarim yo'q, shuning uchun
ko'rsatolmadim. Hali bu xamirlar juda ham tayyor bo'lmagan. Hozir ozroq dam oladi. Buni selofan paketga o'rab 10-15 minutga dam oldirib qo'yaman hozir. Mana bu 2 burchak xamirlarimizni endi uzunasiga taxlab oldim. Mana qizlar, mantilarimizni hammasini shunaqa yoyib, ichiga masalliqlarini solib chiqdim. Endi bilan chiroyli qilib tigib chiqaman.